qiz farzandlarga go'zal tarbiya berish. Siz qizingizga go'zal tarbiya bering, jamiyat o'z-o'zidan isloh bo'ladi. Agar qizlarimiz tarbiyasiz bo'lsa, bolalarni kim tarbiyalaydi? Oilalar birinchidan uzoqqa bormaydi. Ikkinchidan oilalar bo'lgan taqdirda ham doim eri bilan seni menga borib tortishuv, bahs mujolarada o'taveradi. Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi: "Man ala ibnatayni va ukhtayni aw thalathan hatta yabina ay yamuta anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati kahatayni." Va ashara bi asbu'i al-wusta wallati taliha. Kimki ikkita yoki uchta qizni tarbiyalasa yoki ikkita yo uchta opa-singlisi, otasi o'lib ketdi, o'zi endi kattarayotib o'zini aloqa qildi, ikkita yo uchta singlisi qolib ketdi. Shunga ishora qilyaptilar. Turmush qurib ketgunicha yoki bo'lmasa o'lgunicha o'z qaromiga olib ta'minotini qilsa, jannatda mana shundaymiz deb ko'rsatkich barmoqlariga ishora qildilar, o'rta barmoq bilan dedi. Qiz bolani tarbiyasi juda nozik birodarlar. Shuning uchun qiz bola jannatga yetaklaydi insonni, ammo do'zaxga yetaklaydi. Uni behayo qilib tarbiyalasak, uni ko'chalarga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, uchta qizim bor, bo'ldi, men uchun jannat naq demang. Uni tarbiyasi bilan shug'ullanmasa, ertaga uni so'roq juda ham qattiq bo'ladi. Buning uchun o'sha qaramog'iga olishdan maqsad halol haromni o'rgatsa, eriga itoat qiladigan, oilam, ro'zg'orim deydigan mana shunday qizlarni tarbiya qilish. Halol haromni farqlaydigan qizlarni tarbiya qilish. Yuqoridagi mana shu ko'rsatmalardan xulosa, har birimizga qiyomat kunida Alloh taolo Allohning rasuli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan hamroh bo'lishlikni o'zi nasib ro'za aylasin.